sizlarga podarkaga, xojonalarga, opa-singillarga, ovsillarga, kundoshlarga degandek, hurmatli xaridorlar, bizda ko'ylaklarning har turidan bor. Bularni atiga hayit oldi 39 ming so'mga sotib olsanglar bo'ladi. Mana shu ko'ylaklarimizni barchasi hayit oldi sizlarga 39 ming so'mdan skidkada beryapmiz va Milanadan, Moiradan yaqinroqdan kelib ko'rsatib berasiz. Mana shunaqangi assortiment, xalat, ko'ylak, pijama har xil mahsulotlarimiz bor. Bularni kelib, mana terib, mana xojonalarga, nachinushkalar har xil. Mana shu mishoklarimizda ko'p bu mishoklardan kelib, assortiment qilib yaqinroqdan keling. Olsanglar bo'ladi. Kilo narxini atiga bu assortiment mollarimizni 120 ming so'mdan qilib beramiz. Aralash razmerda pochkada chiqmaydi va sizlarga ro'mollarimizni har xil turlardan tayyorlab qo'yganmiz. Atiga mana shu atlasli ro'mollardan va mana bunaqa kiyib oladigan shapkalarimizdan va mana Aldubaydan sharflarimizni 10 ming so'mdan olsanglar bo'ladi. Donasi atiga 10 ming so'mdan. Bozorda ham bunaqa narx yo'q. Va ob'yomni yozishni o'tamiz. Va sizlarda yana hayit oldi, hurmatli xaridorlar. Assortimentlarni arzon narxlarda mana shunaqangi eksport pijamalarni atiga kilosini 120 ming so'mdan olib ketsanglar bo'ladi. Har xil qilib olsanglar bo'ldi. Faqat eng kami 10 kilo barchani kutamiz.